Toshkentdagi 48 milliard so'mlik qasr uyga xush kelibsiz. Yaxshilab joylashib, yoningizga muzdekini, kompotlarni qo'yib olinglar. Mana uyimizni qaranglar. Bu uyga kirgan odam xuddi birki ertadagi qasr uyga tushib qolgandek bo'ladi. 16 sotuvga shunaqangi chiroyli atmosfera yaratib qo'yishgan. Fasad qismi 100% travertin toshdan iborat. Yashash maydon naqd 1200 kvadrat metr tashkil qiladi. Uy egalarini qaranglar. Botanический sad qilib qo'yishgan. Yo gulli, yo daraxtni o'zi yo'q. Bir-birdan chiroyli. Bu uyga kirgan odam mana tashqarida 40 gradus, lekin bu yoqqa kirsangiz salqinlik. Nimaga desanglar, har bir burchakda mikroklimatda turibdi. Shunaqangi shabadasi urib turibdi. Bu yoqda avtomatik darvozalar qilingan. Ikkita mashina uchun bemalol joylar sig'adi. Ziloniy zona bor. Ko'rgan ko'zni quvontiradi. Ana endi kelinglar, sizlarga zo'r joy ko'rsataman. Bezetkani ham juda ham chiroyli. Mana bu qarang, chiqish yo'llarini ham juda chiroyli qilib qo'yishgan. Ayniqsa mana bu joyga men mazza qildim. Oila davrasida mazza qilib o'tiradigan joy bo'pti. Gumbaz uslubida. Mana buni qaranglar. Kelinglar, operator. Buni ko'rsatmasak bo'lmaydi. Baliqlar uchun mana shunaqa ko'lmicha qilib qo'ygan. Endi oddiy baliq emas, tilla baliqlar. Qaranglar, uyingiz bo'lsa, shunaqangi atmosfera bo'lsa-da, masjiddan ham o'zingizlar bitta baho beringlar. Yo mashalloh, qo'linglarni ochib bitta duo qilib qo'yinglar. 2026-yilda mana shunaqa uylarda ota-onamiz bilan mazza qilib yashashlik nasiba ro'za aylasin. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, chin dildan yurakni qizartirib, kimga shu uyni ravo ko'rsangiz, o'sha eng yaqiningizga